Qiz pochtalar xormanglar, salomatmisizlar? Va'daga vafo. Bugun spiral haqida temani davom ettirishimiz kerak. Kecha men sizlarga Navoiydan tashrif buyurgan qizimizni noto'g'ri qo'yilgan spirali nima oqibatlarga olib kelganligi haqida stories qo'ygan edim, esinglarda bo'lsa, va bugun davom ettiramiz dedim. Mana ekraningizda ko'rib turganinglar, bu mana bu chiziq giperechogenniy hosila, bu spiral bo'ladi qizlarjonlar. Mana bu holatda qizimizda spiral, mana ko'ryapsizlar, juda ham chiroyli joylashgan, to'g'ri, tekis, bachadonni polostida juda ham chiroyli joylashib turibdi. Lekin afsuski, mana shu spiralimizni ayrim patsientlarda частичная ekspulsiya bo'lib, mana bu perisheyka va sheychniy oblastida joylashib qolgan holatlar oxirgi kunlarda ko'payib boryapti va aynan mana shu spiralimiz noto'g'ri joylashishi yoki pastga siljib qolishi natijasida diskomfortlar, turli xil qon ketish holatlari yuzaga kelib chiqyapti. Bu birinchi asoratlardan часто uchraydigani.